Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Obkin tuman bo'linmasi tomonidan maromiylik loyihasi doirasida tumanda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. To'y va marosimlar millatimiz ko'zgusi. To'y va marosimlar xalqimiz hayotida shunchaki tadbir emas, balki ular millatimizning tarixi, tarbiyasi va ma'naviyatini aks ettiruvchi qadriyatlardir. To'y va marosimlar milliyligimizni ko'rsatishi kerak, musobaqaga aylanmasligi lozim. Bugun esa ayrim holatlarda imkoniyatdan ortiq xarajat, qarz evaziga obro' orttirish kabi holatlar kuzatilmoqda. Xabaringiz bor, 2025-yil 24-oktyabr kuni hamkor tashkilotlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi, Nuroniylar jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlar idorasi va Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-sentyabrdagi umumiy ovqatlanish korxonalarida hosil bo'ladigan oziq-ovqat chiqindilaridan samarali foydalanish va ularning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish hamda ortiqcha isrofgarchiliklarni oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 589-sonli qarorning tegishli bandlarini aholiga yetkazish hamda ushbu yo'nalishda targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shma dastur imzolandi. Ushbu qo'shma dastur doirasida tumanda ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2025-yilning 6-noyabr kuni Oila va xotin-qizlar tuman bo'limi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi tuman bo'limi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, din ishlar bo'yicha qo'mitaning tuman vakili, Nuroniylar jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlar idorasi tuman vakillari hamda boshqa manfaatdor tashkilotlar bilan hamkorlikda jamiyatda maromiylik kayfiyatini shakllantirishga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbirlarini o'tkazish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi va imzolandi. Chora-tadbir doirasida 39 ta mahallada mas'ullar bilan targ'ibot ishlari amalga oshirildi. To'ylarimiz va oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirishda davlat va jamoat tashkilotlarining o'rni mavzusida 2 marotaba seminar tashkil qilindi. Ezgulik elektron gazetasining 2025-yil 15-noyabrdagi 25-sonida oilaviy tadbirlarda maromni saqlash, baraka va odob nizomi mavzusida hamda Buxoronoma gazetasining 2025-yil 6-dekabrdagi 97-sonida loyiha doirasida tadbirlar mavzusidagi maqolalar chop etildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Obkin tuman bo'linmasi tomonidan isrofgarchilikni oldini olish va maromiylik tamoyillarini keng targ'ib qilish maqsadida to'y, ma'raka va marosimlarni o'tkazish bo'yicha buklet tayyorlandi va aholiga tushuntirishlar berib tarqatildi. Bunday targ'ibot ishlaridan asosiy maqsad oilalarni ortiqcha qarzga botishini kamaytirish, ixcham to'ylarni ko'paytirish, jamiyatda tushunchani o'zgartirgan holda odamlar nima deydi degan gap bilan emas, imkoniyatimga qarab, sodda bo'lsa ham barakali bo'lsin degan fikrlar ko'paytirishdan iboratdir. Eng muhimi, xalqimiz buni to'g'ri qabul qila boshladi. Endi bu yo'ldan ortga qaytmasdan uni odatga aylantirish hammamizning vazifamizdir.